Farg'ona shahridagi premium ko'chalardan biri. Sayilgoh ko'chasida sotiladigan yoki ijaraga beriladigan noturar joylar qolmagan. Aynan mana shu yerda podval qismidagi sotuvga qo'yilayotgan bitta zo'r joyda sizlar uchun obzoriga yetib keldik. Video oxirida esa bu yerdan qancha daromad qilishingiz mumkinligini aytib o'taman. Birinchi joyimiz 70 kvadrat metr atrofidagi G shaklidagi joy. Sanuzel, oshxona, ovqatlanadigan zonani u tomonga, bu yerga esa ofis yoki do'kon qilishingiz mumkin. Bitta kirish eshigi va bitta oynasi bor. Ikkinchi joyimizda bitta kirish eshigi, kengina hol qismi va eng asosiysi mana shunaqangi uzungina zali bor. Ikki tomonida podyezdga chiqish eshiklari ham mavjud. Uchinchi joyimiz G shaklida bo'lib, bitta kirish eshigi, 3 ta oynadan iborat. Pastga tushish uchun alohida birinchi zinamiz va binoning so'ngida yana bitta zina mavjud. Birinchi qavatlar bu yerda o'rtacha 910 dollardan ijaraga berilgan, podval qismlari esa 4-5 dollar atrofida. Keling biz eng minimal holatdagi narxni hisoblasak. 3 dollardan siz ijaraga berib qo'yadigan bo'lsangiz, 450 kvadrat metr maydondan 1350 dollar foyda ko'rasiz. Shunda 1% ga to'g'ri kelyapti. Ushbu joyimizda egalari 150 ming, 160 ming deb turishgan joyda savdolashib, narxini anchagina tushirib 139 ming dollarga e'longa chiqaryapmiz. Ya'ni ozgina kelishadigan joyi bor. To'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun opisaniyada ushbu joyimizda egalar raqami bor.